Molu davlatni topgaysan, otang topilmaydi. Oğlum, otang Svetoy, otangni tanlab to'g'ri qilding. Oğlum, Rossiyadan kelganingga 2 oydan oshdi. Yoqqa o'tasan, PUBG qoqasan, bu yoqqa o'tasan, katinangni qaymog'ini yeysan. Gap yo'q, yuborgan pullaringni uyingni qurdim mana zo'r qilib. Oğlum bir ish top, ishla endi. Dada, Rossiyada bilasizmi nima ish qilib yurganman? Menga mos beri ish yo'q, dada. Nima? Ish yo'q? Hozir ish topib beraman-da senga. Alo, o'g'limjon, do'stim, yaxshimisan? Taksi parking ishlayaptimi? Rossiyadan kelgan bitta shopircha bor-da. Day, restoranda ishlaganman. Restoran, kafelarga g'izza dastlabgacha toshigan. O'g'limjon, hozir 1 minut do'stim, qaytib chiqaman, uzr. Dada, ustimdan kulyapsizmi? Shu kelib taksi bo'lib ishlaymanmi? Men Rossiya aytyapman-ku sizga, nomer 1 restoranlarga ishlaganman. Senga restoran kerak, to'g'rimi? Senga znashta g'aybi do'stim yordam beradi. Alo. G'aybijon do'stim, yaxshimisan? Choyxonang ishlayaptimi? O kuni bitta ishchim ketadi yotuvding. Bizni o'g'ilcha Rossiyadan zo'r ishlab kelganda shuni ishga qo'yaylik, choyxona bo'ladimi? Bular gaplashing. Bo'ldi do'stim, rahmat senga. Ertaga boradi, xo'p? Sog' bo'l do'stim. Boringga shukr. Bo'ladimi o'g'iltoy? Choyxonani boshqarmam, dada? Yo'q o'g'lim, mana yerda ishlaysan. Dada, ama Moskvalarda face kontrollarda ishlaganman, siz nima deyapsiz? Nima degani u face kontroli? Face kontrol shu odamlarni kirdi chiqdi nazorat qilaydi-da. Mana odamlar kirdi chiqsiz bilan shug'ullanasan. Mana o'g'lim senga pochincha 2000 zach qaytarib. Davay, ishni boshla, bigo. Davay.